Qadrli o'quvchilar, mana bugun biz al artikl haqida gaplashamiz. Bu kitob asosan yosh bolalar uchun chiqarilgani uchun bu yerda al artiklini o'rniga dono al deb sarlavha berilgan. O'qib olamiz. Demak, hamma narsada aniqlikni yaxshi ko'radigan al bor ekan. U ismlarning oldiga qo'shilib, ularni aniqlashtirar ekan. Demak, arab tilida aslida hamma ismlar noma'lum holatda bo'ladi. Va bu noma'lumlikni arab tilida nakratun deymiz. Nakratun. Va bu noma'lum ismlarni biz aniqlashtirishimiz mumkin. Qanday qilib? Ana shu ismlarning oldiga al artiklini qo'shib. Al artiklini qo'shish orqali. Va bu al artikli qo'shilgan ism ma'rifa deyiladi. Ma'rifa deyiladi. Bu yerda aytdi, u ismlarning oldiga qo'shiladi. Demak, al artikli faqatgina ismlarning oldiga qo'shiladi. Fe'l yoki qandaydir qo'shimchalarga qo'shish mumkin emas. Faqatgina ismlarning oldiga qo'shamiz. Aytib o'tganimizdek, arab tilida so'zlar aslida nakra, ya'ni noma'lum holatda turadi dedik. Va bu noma'lumlikning alomati ko'p so'zlarda tanvin deyiladi. Ya'ni ko'p so'zlarda noma'lumlikning alomati bu tanvin. Hamma so'zlarda ham emas. Vaqti kelganda bu haqida kengroq gaplashib o'tamiz. Va ma'lumlikning alomati bu al artikli. Endi noma'lum holatdagi so'zga, ya'ni tanvinlik so'zga al artikli kirganda tanvinning bittasi tushib ketadi. Chunki so'z ham ma'lum, ham noma'lum bo'lishi mumkin emas. Demak, al artikli qo'shilmasa, maktub so'zimiz qandaydir bir xat, noma'lum bir xat bo'lar ekan. Al artikli qo'shilganida esa ma'lum bir xat bo'lib, u xatni aniqligi bilinar ekan. Ismlarga al artiklini qachon qo'shib gapiramiz? Ismlarga al artiklini gapiruvchiga ham, eshituvchiga ham oldindan ma'lum bo'lgan narsa haqida gapirilayotganda ana o'shanda al artiklini qo'shish mumkin. Al artiklini lug'atdagi tarjimasi emas, balki foydalanishdagi tarjimasini o'zbek tilidagi haligi so'ziga qiyoslasak bo'ladi. Yoki ingliz tilidagi the deydimi? Mana shunga taqqoslasak bo'ladi. Demak, haligi deb nisbat beryapmiz, ya'ni haligi so'ziga taqqoslayapmiz. Endi o'ylab ko'ring, siz do'stingizga yoki kimga bo'lsa ham biror bir narsa haqida gapirayotgan paytingizda u do'stingizda o'sha narsa haqida, ya'ni siz gapirayotgan narsa haqida ma'lumot bo'lishi kerak. Ya'ni u qisqacha yoki kengroq, umuman ozroq bo'lsa ham bilish kerak. Ana o'shanda siz aytishingiz mumkin haligi deb. Misol uchun, haligi kitob, haligi madrasa, ya'ni biz borgan haligi madrasa, biz o'qigan, ya'ni sen ham biladigan haligi kitob va hokazo. Mana shunday al artikli gapiruvchiga ham, eshituvchiga ham avvaldan ma'lum bo'lgandagina ana shunda al artiklini qo'shib gapiramiz. Bugungi darsimiz qisqacha mana shu ma'lumotlardan iborat. Keyingi darsimizda inshaalloh mana shu al artikliga oid quyosh va oy harflari haqida ham gaplashib o'tamiz. Ma'assalam, ila liqo. Yaxshi qolinglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Inshaalloh yaxshilari hali to'xtamaydi.